Hurmatli talabalar, bugun biz sizlar bilan 3-chi va 4-chi avlod gaz jihozlarini ichki yonuv dvigatellariga qayta jihozlashni o'rganamiz. Demak, uning uchun bizlarga nimalar kerak bo'ladi? Birinchisi, asosiy gaz balon, zaxira ventili, yuqori bosimli gaz quvuri, yoqilg'i quyish ventili, ikki bosqichli reduktor, yoqilg'i sarfini rostlovchi ventil, elektromagnit klapanlar kerak bo'ladi. Demak, 3-chi avlod gaz jihozlarining ishlash tartibi qanday bo'ladi? Yoqilg'i quyilgandan keyin balonga gaz yig'iladi va yuqori bosimli gaz jihozidan ikki bosqichli reduktorga keladi. Reduktorda dvigatelning sovutish tizimidan o'rnatilgan suyuqlik shlanglar, ya'ni sovutish tiziminiki, bu yerda temperatura oshgandan keyin gazni parlatish uchun ishlatiladi. Albatta har bir gaz bilan jihozlangan avtomobillarning gaz reduktorlarida bu narsa bo'lishi shart. Bu reduktorimiz ikki bosqichli bo'lib, 200 atmosferaga gazni 1,5 atmosferaga tushirib beradi. Demak, bu yerda 1,5 atmosferaga tushgandan keyin kiritish kollektorida dutka orqali uni to'liq dvigatelning yonish kamerasiga har bitta kollektorlar orqali o'tkazamiz. Endi bizlar ikkita yoqilg'i turidan foydalanganimiz uchun gazdan yoki benzindan, agarda gazda bo'lganda benzinga o'tkazish yoki benzinda bo'lganda gazga o'tkazish uchun emulyatordan foydalanamiz. Emulyatorimizni bu asosiy elektr jihozlaridan hisoblanadi. Gaznikini, demak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta elektr kabellar bor. Demak, birinchi kulrang kabel bu yoqilg'i nasosiga ulanadi, injektorga ulanadi va ikkinchi bosqichi emulyatorga ulanadi. Keyingisi ko'k rangdagi gaz bu elektromagnit klapanga ulanadi. Qizil rangdagi 12 volt kalt ko'rsatib turibdi. Bu zamok orqali boruvchi, ya'ni o't oldirish qulfi orqali boruvchi elektr kabeliga ulanadi. Yoqilg'i purkash tizimini, ya'ni injektor kabeliga ulasangiz ham bo'ladi. Oq rangdagi kabelimiz. Bu oq rangdagi kabelimiz benzin nasosiga, ya'ni yoqilg'i nasosiga ulanadi. Qora rangdagi impuls kabelimiz birinchi silindrga ulanadi. Ya'ni dvigatelning aylanishlar soni 1200 yoki 1500 minutga yetgandan keyin bu o'z-o'zidan avtomatik ravishda gazga o'tkazib beradi. Keyingisi malla rangdagi bu massa bo'ladi. Kuzovga massaga ulanadi. Va yashil rangdagi kabelimiz bu manometrga ulanadi. Mana bu manometrga ulanadi. Gaz yoqilg'i zaxirasini ichkariga ko'rsatib turishi uchun. Ventil orqali qalt yurish rejimini dvigatel aylanishda son bosib ketdi. Endi sekin qaytaramiz. Qalt yurish rejimiga tushdi. Yoqilg'i sarfini ham xuddi shunday. Sarflash ventidan ochamiz. Agar sarflash ventini pasaytirsak, bu dvigatelni o'chishni boshlaydi. Agar sarflash ventini ochirsak, dvigatel aylanishda son ochib ketadi. Qo'yilganligini demak, 3-chi avlod gaz jihozlarimiz to'liq ishga tayyor hisoblanadi. 4-chi avlod gaz jihozlari quyidagilardan iborat. Demak,
gaz injektorlari, map datchik, 2 bosqichli reduktor, elektromagnit klapan, 4-avlod gaz jihozlari dvigatelning sovutish suyuqligi 40 gradusga yetgandan keyin bu avtomatik ravishda elektromagnit klapanda qo'shiladi va bu jarayonda o'zida injektorlarga ham to'p boradi va har bir injektor silindrlarning ishlash tartibiga mos ravishda yoqilg'ilarni ochib, yopib beradi. Demak, manometr gazning qancha miqdorda qolganligini bilishimiz uchun elektron boshqaruv bloki ketyapti. Elektron boshqaruv bloki 4-avlodni kompyuter orqali ularni kalibrovka qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Shuning uchun bort kompyuterni bog'lash uchun steker 4-avlod gaz jihozlari 3-avlod gaz jihozlaridan farqli tomoni, demak, zoomer gaz tizimiga o'tganligi va gaz zaxirasini kam qolganligini bilish uchun va gazga yoki benzinga o'tkazish tugmasi. Demak, hozir bizlar 4-avlod gaz jihozlarini ishlatishni boshlaymiz. Mana bu signal berdi, gazga o'tdi degan. Hozir dvigatelimiz temperaturasi 40 gradusga yetgan. Demak, yurgizamiz. Avlod gaz jihozlari to'liq mana ishlayapti. Yoqilg'i zaxirasi bilan to'liq ishlab turibdi mana. Havoning so'rish jarayonini bilish uchun, ya'ni yuklamaga qarab, bu gaz miqdorini ko'proq va kamroq sarflash uchun vakuum shlanklardan iborat bo'ladi.